bugungi kunimizda mana shu farzandlarimizni dini diyonati, sihat salomatchiligi, kelajagiga tahdid solayotgan giyohvandlikni oldini olish haqida ham har birimiz jiddiy qayg'urishimiz lozim bo'lib qoldi. Afsuski, mana shu og'u ayrim yoshlarimizni o'z domiga tortib, ularni nafaqat sog'lig'idan, balki insonlik qadr-qimmatidan ham chiqarib yuboryapti. Giyohvandlik ta'siriga tushgan kimsalar orasida tajovuzkorlik, jinoyatlar, qotillik kundan kunga ortib boryapti. Eng achinarlisi, mana shu giyohvandlikka ruju qo'yishlik holatlari yoshlarning orasida ham ko'payib boryapti. Mana shunday og'uga ruju qo'ygan yoshlar o'zini ota-onasiga nisbatan, kerak bo'lsa ahli ayoliga, farzandlariga nisbatan sodir etilayotgan jinoyatlarni inson o'ylasa, tafakkur qiladigan bo'lsa dahshatga tushyapti. Chunki ota-onasini hatto urushlikkacha boryapti, afsuski. Va mana shu giyohvand moddalarni sotib olishlik uchun kerak bo'lsa o'g'irlik ham qilyapti. O'zini ota-onasini mol va mulkini sotib bo'lsa ham mana shu giyohvand moddalarni qo'lga kiritishlikka harakat qilyapti. Bu biz ota-onalarni eng katta tashvishga solishi lozim bo'lgan shaziyat. Bizi dinimiz inson hayotidagi eng muhim 5 ne'mat: din, jon, aql, nasl va molni muhofaza qilishga buyurgan. Afsuski, mana bu og'u insondagi mana shu 5 ne'matni ham barbod qiladigan narsa. Insonni moliga ham zarar yetkazadi, joniga ham zarar yetkazadi, aqliga ham zarar yetkazadi, nasliga ham zarar yetkazadi. O'sha farzandlarni nogiron tug'ilayotganligini ham asosiy sabablardan biri shu. Tibbiyot isbotlab turibdi. Dinimiz qaytargan bu narsadan. Payg'ambar alayhisalom muborak hadis shariflarida har bir mast qiluvchi va har bir bo'shatiruvchi narsadan qaytardilar deya Ummu Salama radhiyallohu anha rivoyat qilinadi. Rasululloh qaytarganlar. Mana shu bo'shashtiruvchidan maqsad nima deydi ulamolarimiz? Ana shu giyohvand moddalar deydi. Alloh taolo bekorga harom qilib qo'ymadi. Insonga, jamiyatga zarari bo'lganligi uchun Alloh taolo bu narsalarni harom qilib qo'ydi. Ota-onalar mana shu borada o'ta ehtiyot bo'lishimiz kerak. Farzandlarimizni nazorat qilib borishimiz kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda Astag'firullah va la tulqu bi aydikum ila tahluka. O'zlaringizni qo'llaringiz bilan halokatga tashlamang deydi Alloh taolo. Ko'ra bila turib o'zimizni mana shunday holatga solib qo'yishligimiz bu eng katta og'ir gunoh hisoblanadi azizlar. Shuning uchun bu borada xoh mahalladagilar bo'lsin, xoh oiladagilar, maktabdagilar hammamiz bir tan va bir jon bo'lib bu illatga qarshi kurashmasak, Alloh saqlasin, ko'zimizni quvonchi bo'lgan, qalbimizni sururi bo'lgan, yurtimizni kelajagi bo'lgan farzandlarimizni, yoshlarimizni qo'ldan boy berib qo'yamiz azizlar. Shuning uchun hammalaringizdan qattiq iltimos, mana yurtboshimiz shunchalik e'tibor qaratin. Boshqalarni shu yurtdagi yoshlarni, farzandlarni o'zlarini farzandlaridek ko'rganliklaridan mana shu illatga qarshi katta kurashni boshladilar. Hammamiz bir bo'lib birga kurashsak, amr ma'ruf nahiy munkar qilib, birovni bolasi emas, o'shani ham o'zimni bolamdek deb bilib harakat qiladigan bo'lsak, inshaalloh Alloh harom qilgan mana bu balodan ko'pchilikni asragan bo'lamiz azizlar.